Hurmatli metallurglar, barchalaringizni Navli prokat kompleksi ishchilari nomidan kirib kelayotgan kasb bayramlaringiz bilan muborakbod etaman. Oilalaringizga tinchlik, xotirjamlik, dasturxonlaringizga qut baraka, mashaqqatli ishlaringizda omadlar tilayman. Bayram muborak bo'lsin. Assalomu alaykum, hurmatli Bekobodlik hamshaharlarimiz. Men barchani kasb bayramimiz metallurglar kuni bilan istiqboldan tabriklayman. Kombinatimiz omadli bo'lsin. İşlerimizge barakatini versin, tinchlik, omonlik versin. Hammamizni hamshahar Bekobodliklarni kasb metallurglar kuni bilan istiqboldan tabriklayman. Ikkinchi Navli prokat sexi nomidan hammalaringni kasb bayramlaring bilan tabriklayman. Oilaviy tinchlik, xotirjamlik, bayramlaringda yangi omadlar keltirsin. Hurmatli hamkasblar, sizlarni O'zbekiston Respublikasi konchilik va metallurgiya sanoati xodimlari kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Elektrda po'lat eritish bo'linmasi xodimlari nomidan sizlarni metallurglar bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Barchangizga sog'lik, salomatlik, tinchlik, xotirjamlik, xonadonlaringizga xut baraka tilayman. Hurmatli kombinatimiz ishchi xodimlari va hamkasblarimiz, sizni konchilik va metallurgiya bayrami bilan tabriklayman. Oilangizga tinchlik, xotirjamlik, sog'lik, salomatlik tilayman. O'z elektrda po'lat eritish sexi, pech oralig'i, po'lat erituvchilar bo'linmasi nomidan, o'zim nomimdan, brigadamiz 3-brigada nomidan chin qalbimdan tabriklayman. Hammamizga baxt, saodat, tinchlik, xotirjamlik bersin. Allohning ishlariga rivojini bersin. Hammamiz sog' salomat yaxshi ishlar bersin. Hurmatli hamkasblar, barchangizni metallurglar bayramini chin ko'ngildan tabriklayman. Hammangizga kattadan katta omadlar yor bo'lsin.